Hammaga salom. Biz bugun bir oilada 2 yoki undan ortiq farzandlarida nuqson yoki bo'lmasam bolalar serebral paraliji, ya'ni harakat buzilishi, aqliy nutqiy orqada qolish, o'zlashtira olmaslik, ya'ni xotiraning past bo'lishi, muloqotni yaxshi bo'lmasligi va qo'shimcha turli xil tana a'zolarini takrorlanuvchi nasliy muammolari, ya'ni bola o'tirishdan orqada, rivojlanish belgilari orqada qolyapti, bitta bolasida orqada qolyapti, ikkita bolasida orqada qolyapti, uchta bolasida orqada qolyapti yoki ikkita farzand sog'lom, ikkita farzandida orqada qolyapti. Ikki yoki undan ortiq farzandda muammo bo'lgan oilalarga yoki bo'lmasam shifokorlarga biz murojaat qilmoqchimiz. Shu farzandlarda genetik sabab bo'lishi mumkin bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? Ya'ni man DTP, ya'ni bolalar serebral paraliji kasalligi haqida gapirib o'taman. Bizga kelyapti murojaat bilan ota-ona kelyapti. Ikkita farzandim bor. Ikkov farzandim ham harakat buzilishi, aqliy nutqiy orqada qolish bilan. Bunaqa holatlarda biz doim ko'ramiz bolani belgilari, boshi, ko'zi, yuzi, tanasi, yuragi, eshitish faoliyati, ko'rish faoliyati barcha tekshiruvlardan o'tgan holatda DNK diagnostika tavsiya beramiz. Ya'ni maqsad shu bolalarda aniq klinik tashxis qo'yish, aniq yakuniy tashxis qo'yish maqsadida bularni tekshiruvlardan o'tkaziladi. Va biz mana aniq diagnostika qo'yamiz. DNK asosida qaysidir DNKni qaysidir genidagi xatolik tashxis qo'yiladi va kelajakda bu oilalarda sog'lom farzand, sog'lom hayot reja qilib bera olamiz. Ya'ni bunday holatlarda biz murojaat qilib chiqishimizdan asosiy sabab ko'p ota-onalar va doktorlarda bo'layotgan muammo bitta oilada qayta suyak sinishi yoki bo'lmasa bitta oilada qayta aqliy nutqida orqada qolish bilan tug'iladigan bolalarni hali ham genetik shifokor ko'ruvdan o'tkazmayapti. Yoki bo'lmasam bitta oilani o'zida ikkita uchtasida oyoq qiyshiqligi yoki oyoq chiqishlar yoki bo'lmasam oyoq buralishlar. Bular albatta genetik sabab bo'lishi mumkin bo'ladi. Agar bu genetik omil hisobidan kelib chiqqan bo'lsa, sizni yaqiningiz yoki tanishingiz yoki sizni kelajakdagi farzandlaringizni farzandlarida biz sog'lom oila va sog'lom farzand reja qilishimiz mumkin bo'ladi. Qachonki shu sizda aniqlangan bemorda kasallik tasdiqlansa, ushbu imkoniyat bizda bor. Ya'ni bu murojaatdan asosiy maqsad aholi hayot sifatini yaxshilash. Ya'ni bolalar va onalardagi muammolarni bartaraf qilish. Men doim iltimos qilib qolardim ginekologlarimizdan, ortoped travmatologlarimizdan, kardiologlarimizdan va boshqa pediatrik tor doiradagi mutaxassislardan iltimos qilgan bo'lardim. Bir oilada 2 yoki undan ortiq muammoli kasalligi, har qanday tur kasallik takrorlanayotgan bo'lsa, albatta genetik shifokor bilan birgalikda davo va muolajalar va kelajakdagi hayot sifatini yaxshilash mumkin bo'ladi va birgalikdagi ko'rik bu bemor uchun va uni kelajagi uchun juda manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Genetik xulosasini olgan holatda davo muolajalarini davom ettirishingizni maslahat bergan bo'lardim.